Agar qimmat implantatsiyaga pulingiz yetmasa, bu siz yurishingiz kerak degani emas. Ko'pchilik bemorlar aynan shu variantdan boshlaydi, ya'ni bu olinadigan protez. Xalq orasida uni ko'pincha olib qo'yiladigan tish deb atashadi. Uni tozalash uchun yechib olish mumkin. Protez yordamida vaqtinchalik ovqatlanish, gaplashish va kulish mumkin. Lekin protez yanada mustahkam turishini xohlasangiz, keyingi variant bu ikkita implant qo'ydirib, shu implantga protezni mustahkamlash. Bu bilan siz protezingizni gapirganda, ovqat chaynaganda mustahkam turishini ta'minlay olasiz. Hech narsani yechib yurishni va tanglayni bekitib turishni xohlamaydigan bemorlarga bo'lsa, All-in 4 va All-in 6 tizimi mavjud. Yangi tish qatori implantlarga doimiy ravishda mahkamlanadi va o'z tishlaringizga maksimal darajada yaqin hissiyot beradi. Shuning uchun bugungi kunda hatto budjetni cheklangan bo'lsa ham tishlarni tiklashga turli xil usullar mavjud. Aynan sizga qaysi variant mos kelishini faqat konsultatsiyadan keyin aniqlashimiz mumkin. Sizga ham professional implantatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizning klinikamizda Smile Designga murojaat qilishingiz mumkin.